rohat, farog'at, hech ham muammo, tashvish yo'q. Shu odam qo'rqsin debdilar, qarang. Mana bu surada Alloh taolo o'zining payg'ambariga seni nomingni zikr qilib qo'ydik. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra deydi Alloh, qarang. Ya'ni ey Muhammad, boshingga ozgina qiyinchilik, tashvish keldi, bilginki boshingga bir tashvish tushsa, uni orqasidan yengillik bor deydi. Bandani boshiga bir muammo kelsa, bilsinki uni orqasidan yaxshilik bo'ladi. Hatto mufassirlar aytadiki, bu joyda fa inna ma'al dedi, birga dedi. Siz eshigingizni qoqib bir musibat keldimi, o'sha bilan billa xursandchilik ham kelgan. Billa kelgan. Undan keyin ham bas birgalikda kelgan, yonma-yon kelgan. Faqat bizdan ozgina nima bo'lsa bo'ldi? Sabr bo'lsa bo'ldi. Hatto ba'zi mufassirlar aytadiki, Rasululloh alayhisolatu vasallamning o'zlarini ham